Assalomu alaykum azizlar. Oxirgi 4 kunda butun O'zbekiston internet olamini 10 yilda bunaqa shov-shuv bo'lmagan. Futbolga aralashmagan. Va futboldan qaytyapmiz. jim turganligimiz sababi fursat tutdik. Mana akamiz, assalomu alaykum. Akromjon aka. O'sha haligi Farhod akaning nomidan, boshqa blogerlar nomidan o'zlari oxirgi videolarda ham aytganlar, men shularning rahbariman deb. O'zlari kelishdi. Boshida aytmoqchiman, aka, menga bo'lgan barcha savollaringizga javob oldingizmi? Javob oldim. Endi qisqa qilib aytaman, mana bering mana shu narsani. Mana bu futbolkalar O'zbekistondan bepul fan klub olib kelib tarqatgan futbolkalar. Mutlaqo bepulga mana tarqatilyapti. Mana bu futbolkalar, O'zbekiston logosi bor. Buni tadbirkorlar olib kelib sotyapti. Asr marketda ham bor, boshqa joyda ham bor va meni o'g'lim ham o'shalar bilan hamkorlikda shu futbolkalarni sotganligini isbotini oldingizmi aka? Isbotini oldim. Ko'nglingiz to'qmi? Ko'nglim to'q. Tuhmat, quruq tuhmatdan Alloh asrasin. Musulmonning hurmati, obro'si boshqa musulmonga harom bo'ladi. Mana alhamdulillah o'zaro yechim topildi, o'zaro kelishmovchiliklar hal qilindi. Hozir inshaalloh Ikrom akamiz bu masalani yana aytib o'tadilar. Alloh o'zi muvaffaq qilsin. Akajon, oxirgi videozda aytdingiz, что siz daxldorsiz degandingiz. Mana shu fan klubni kelishiga, tashkilotlarga daxldorligim bormikan? Yo'q, daxldorligingiz yo'q ekan. Biz bu narsani oydinlashtirdik. Biz ham ozgina fitnaga uchrab qolamiz. Bu narsani oydinlashtirdik va aniqlashtirdik. Daxlingiz yo'qligiga amin bo'ldik. Aka, futbolkalarni men sotibmanmi, bir tiyin foyda qilmayman? Yo'q, futbolga sotmaymiz. Oxirgi savolim, futbol fan klub biletlari $50 berilganda $1,5 sotilgan boshqalar aytgan, o'shanga meni daxlim bormikan? Yo'q, sizning aloqangiz yo'q ekan. Bunga ham oydinlik kiritdik, hammasini ko'rdik, faktlar bilan oydinlashtirdik. Siz aka Farhod akaning nomidan, boshqalarda o'zingiz shu bloger, Amerikadagi blogerlar nomidan oxirgi videoda ham aytgansiz, men lashkarboshi bo'lib kelaman, keldingiz. Gap emas, faktlar, hujjatlar, futbolkalar, videolar ko'rsatildi, to'g'rimi? Ko'rsatildi. Aka fitnaga uchib qoldilar o'zlari ham. Bular bilmagan narsasini shu aytayapti, demak rost ekanda deb gapirib yordilar. Nima deysiz aka? Ayrim joylarda fitnaga uchradik, ko'pchilikning gapiga eshitdik, o'zimiz guvoh bo'lmaganimiz uchun quloqimiz bilan eshitgan narsaga ozgina ishonib qo'ydik va bu narsaga amin bo'ldikki, bu Abdurahmon Fozilov bularda hech qanaqa aralashishlar yo'q ekan, tiketga ham aralashmaganlar, futbolkaga ham aralashmaganlar, tashkiliy ishlarga aralashmaganlar. Bu narsani guvohlarni birgaligida hammasiga amin bo'ldik. Azar yana bitta narsani qo'shib aytaylik. Amerikaga kelgan fan klubni kelishi, ketishi, futbol chiptalari hech narsasiga, futbolkasi, ovqat yeb ichish hech narsasiga meni daxlim yo'qligini isbot qila oldimmi aka? Siz nima deysiz? Isbot qila oldingiz. Meni talabim Amerikada meni kuzatayotganlar, meni guruhimda, ya'ni jamoamdagi 40 kishi, 43 kishi, 44 kishi iltimos qilib qolardim. Bu mavzuni to'xtatinglar. Bu mavzuga biz mana masjid domlamizni birgaligida hamma narsaga oydinlik kiritdik va bu narsa уже to'xtatilishini talab qilib qolardim. Endi men shu yerda yana bir narsani aytib o'tay. Akami videosidan, boshqalarning videosidan, boshqalarning videosidan juda ham ko'p odam meni qarg'adi, so'kdi, qudandalik odamman, haqorat qildi, oilamga ta'sir qildi. Даже farzandlarim yig'lab, "Dadajon, siz bunaqa odam emassiz, biz sizga ishonamiz" deydi. Alloh guvohligida masjidda oldida imom guvohligida aytaman, mana shu fitna qilgan odamlarni, so'kkan, haqorat qilgan odamlarni barchasini vallohi Allohga qasam kechirdim. Chunki men mo'min, mana akam aytdilar, mo'minga ozor yetishini xohlamaslik kerak ekan. Kim kommentariyada yomon yozgan bo'lsa, kim meni haqorat qilgan bo'lsa, Alloh guvohligida, masjiddagi odamlar guvohligida kechirdim. Bu tomonni ham bitta ko'rsatib qo'y, shuncha odamlar kelgan, hammasi faktlar bilan futbolka sotgan odamman, futbolkalarni biletlarni sotgan hamma keldi. Meni alhamdulillah yuzim bilmadim, yorug' bo'ldimi, nima deysiz o'zingiz qora aka? Inshaalloh bu yerda anglashilmovchilik va tushunmovchilik bo'lgan. Alhamdulillah bu narsa ko'rsatildi, hammasi gaplashildi va inshaalloh bu yerda ortiqcha tuhmat qilgan va gapirganlar Allohga istig'for etib tavba qilsinlar va inshaalloh Allohdan so'raymizki, hammamiz yuzimiz o'zini huzurida yorug' bo'lsin. Bu yerda sizni bu masalada aybingiz yoki deylik daxldorligingiz yo'qligi ochiqlandi. Abdurahmon aka, Alloh o'zi quruq tuhmatdan asrasin. Meni pozitsiyam shunaqa ediki, men shunchaki endi ojiz kallamga shu hadislarni eshitib, men jim turganim yaxshi, sabrli bo'lganim yaxshi dedim. Lekin qora aka aytdilar, aytdingiz-ku, jim turish, sabrli bo'lish yaxshi, lekin bu yerda tuhmatni oldini olish kerak va odam o'zini oqlash kerak.
Agar bunga haqiqatda daxldorligi yo'qmi, buni aytish kerak. Chunki shuncha insonlarni haqorati, shuncha insonlarni g'iybatga qolish kerak emas, ularni ham gunohkor qilmaslik kerak. Bu videoni millionlagan odamlar ko'rdi. Shuning uchun agar siz ko'nglingiz to'q bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib bu videoni yaqinlarga yuborib qo'ying. Kelajakda ular ham gunohkor bo'lib qolishmasin. Ekspert, mendan xafa emasmisiz? Yo'q, mendan ham xafa bo'lmayman. Bosib qo'yasiz. Men o'zimdan xafa emasman. Bizda xatolik o'tgan bo'lsa men bor uzr. Eng qizig'i bu hammasida hikmat bor-da. Da. Xudo xolasa mana va'da berdilar. Bularda 40 kishilik lashkari bor, armiyalari bor, blogerlar bor. Xudo xolasa vatanimizga, dinimizga, o'zbekligimizga xizmat qiladigan blogerlar guruhi yaxshilikka bo'ldi aka. Xudo xohlasa yaxshilikka bunday bir hikmat. Manfaatli. Behikmat emas. Balki istig'for etib bir-birimiz haqqimizda duolarni istab qo'yaylik. Sog' bo'lasizlar. Salomat.